Perlit nima bo'lyapti deganligi. Endi bu qolgan ostatkamiz importdan jarayon ketyapti. Assalomu alaykum hammaga. Perlitimiz yo'lda, harakatda, 90% yaqin ish bitgan. Ammo metal masalasidagi quradigan ishlarimiz ko'pi bitgan. Bu yoq endi 10%, lekin bosh ortadigan 10% qoldi. Montaj, puska naladka deydi, pult upravleniya va hokazo. Endi ularni Xudo xolasa bo'ladigan. Bir taxminan bahorga yaqin bo'lib qolsa kerak. Harakatdamiz. Ko'pchilik so'rayapti, ko'pchilik qiziqyapti. Nasib bo'lsa ishga tushiramiz. Albatta xabarni beramiz. Ovozasi chiqadi. Shunaqa gap. Asosan shu. Bilmaganlarga eslatib qo'yamiz. Biz asosan vermikulitchimiz, vermikulit sohasidan chiqqanmiz. Perlit bu Hasan Husan bo'lgani uchun vermikulit bilan shu masalani ham ko'tarib joyiga qo'yamiz. Ishlab chiqarish. Hammasi bitta joyda, bitta maskanda bo'ladi, bitta lokatsiyada. Shunaqa gap. Ora-orada yengillik bo'lganda xabarni beramiz. Charchamaylik, sog' bo'linglar.